2020 yılının 5'ida Uyghur tilini özünün tərcüm qilishliklari qatorida tillarning orasiga qatgan. Shuningdan beri biz Google'ninki Google Translate degan bu mulozimatidan Uyg'urcha har qaysi tillar ara tərcüm qilib foydalanib kelgan. Masalan, biz buni Google'ninki Translate'dan alsak, to'g'ri bekatga har qanday narsani tarjim qila oldik. Ondan bu asosli Google'ninki mushu Translate degan mush app bilan munosabatlikda. Bu app yaqinda bir iqtidorni qaytibdi. Bu iqtidorni qo'llanishga meni hayron qoldi-da, ambak so'yindim rost gapni qilganda. Uyg'urchaga bunchalik bir foydasi tegadiganligini. Odatda cho'ng shirkatlar masalan Alma, ya'ni iPhone'da shu 15-nashr mashg'ulot sistemasining 15-nashrdan keyin rasmni saylash iqtidorini qatgan, ya'ni unda xatni kamerasingizdan to'g'rilab turib xatga shu xatni bevosita ko'chirib choplab qila oladigan Google shuningdan qanday foydalangan bo'ladimi? iPhone'da bek kuchli qo'llanishligiga masalan bu tushsanglar Google Translate degan appni Android telefonlar bo'ldi. Ama Android'ninki ama Alma'ninkide kuchli emas ekan. Masalan, baxtim telefonimga ama Google Translate'ni tushiringlar. Tushirgandan keyin mana ko'rinishi iPhone'da chiqdi. Ma tekstning yerda kamera deb turdi yoki kamera bir icon bor. Uni bossak kamera ochildi. Bu inglizlik tekstni masalan rasmga tutsaqlam tarjim qilib beradigan holatda iqtidor qaytibdi buningga. Bu yalnız Uyg'urcha qilama emas, har qanday tilga. Masalan, buni rasm tatimiz. Bu tatqa rasmni o'zimiz tarjimasini qanday tanlab kopiya qila olamiz. Hamda buni tanlashdan burun masalan miyada English Uyg'ur deb turdi. Buni biz bu ingliz tillam emas, shu Google tarjimonninki qo'llaydigan hamma tilni tanlasak bo'ldi. Lekin bunun ichida detect language desek yaxshiroq, chunki biz tamlarga ba'zi bir uqtirishlarni chaplab qo'ysa, dunyoning har qaysi joylarida bo'lgandan keyin ham qaysi tilligini uqmaymiz. Shunga detect language sal turib men sirg'i chiqarib ko'rsatib qo'yman. Va birinchisini detect language qilsak, o'zi avtomatik toniydi. Ondan mana siz istilik belgisini Uyg'urcha tanlaymiz. Uyg'urcha eng ostida. Alfabetik tartib bo'yicha tizgan. Ondan kamerani tutsaqlam o'z tarjim qilmadi. Bunun tarjima nimasi to'g'riliqi mintadan yuqori ekan. Shu Google Translate'ninki bilan o'xshash. Hamda bu Android ishlatayotganlar kamerasi o'ng taraf ostidaroq bo'ldi. Ammo iqtidor o'xshash funksiyasi, lekin Alma'ninki kamerasining 15 ham degandek mashg'ulot sistemasidan keyin bu kamera Phantom tush texnikasini yuqorilatqachqa, kuchli o'g'achqa Alma'ni ishlatgandan yaxshiroq chiqadi ekan sinab baxtim. Sinab baxsam bo'ldi. Kamerani bassaq Uyg'urcha qilib ko'rsatdi. Buni rasm tatimiz. Select text basimiz. O'zimiz tanlab qaysi yergacha o'z tanlay olamiz. Ondan buni copy text. Buni copy qilib note. Note qilsak mana tercümesini çıkarıp çaplayalım. Aş İngilizcesine hazır köken. Tercümesi